Tasavvur qiling, dushman qal'asining devoridan sizga qarab turgan malika birdan sizga oshiq bo'ladi. Bu oddiy ertak emas, bu tarix. 1225-yil Sulton Jaloliddin Manguberdi Tabrizni qamal qilgan paytda Ozarbayjon malikasi unga yuragidagi sirni elchilar orqali yetkazgan edi. Tabriz hukmdori bo'lgan Otabek O'zbek davrida mamlakatni aslida uning rafiqasi Saljuqiy sulton To'g'rul ibn Arslonning qizi boshqarar edi. Otabek aysh-ishratga berilib, davlatni butunlay e'tibordan chetda qoldirgan edi. Ammo malika dono va jasur ayol edi. Jaloliddin yurishi boshlangach, u shaharni himoya qilish uchun barcha choralarni ko'rdi. Qal'a devorlarini mustahkamladi, oziq-ovqat zaxiralarini tayyorladi. Ammo taqdir boshqacha yozilgan edi. Dushman qo'shinining qudratini o'lchamoq uchun qal'a devoriga chiqqanida, u sulton Jaloliddinni ko'rib, yuragi titrab ketdi. Qamalning 7-kuni malika elchilar yuborib, omonlik so'radi. U Tabrizni Jaloliddinga topshirishni, evaziga esa o'ziga Xoy shahrini berishni so'radi. Sulton bunga rozi bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay Tabriz egallandi. Malika esa Xoyga ko'chirildi. Ammo hikoyamiz bu yerda tugamaydi. Xoydan Jaloliddin huzuriga kelgan ayol elchilar shohga malikaning turmushga chiqish istagini bildirishdi. Jaloliddin faqat bitta shart qo'ydi. Agar u sobiq eridan ajrashganini isbotlasa, uylanishga rozi bo'lishini aytdi. Va shunday ham bo'ldi. Tabriz qozisi Iziddin al-Qazviniy tomonidan malikaning ajrashgani e'lon qilindi. Shundan so'ng buyuk sarkarda Jaloliddin Manguberdi Ozarbayjon malikasini o'z nikohiga oldi. U malikaga to'y sovg'asi sifatida Xoy, Solmas va Urmiya shaharlarini hadya etdi. Tarix sahifalarida esa bu voqea Jaloliddinga sovchi qo'ygan malika deb abadiy qoldi.